Assalomu alaykum hammaga. Biz oldingi videoda profilni tahrirlash bo'limida qolgan edik. Endi adminlar qo'shishga keladigan bo'lsak, adminlar bo'limiga o'tamiz. Yana biz 3 ta admin sinov uchun qo'shib ko'rganmiz. Yana biz admin qo'shishimiz mumkin xohlagancha. Masalan, Alisherni qo'shamiz. Alisher, telefon raqam 99891. Xohlagan raqam terishimiz mumkin. 115 77 05. Pochta. Menejer deb kirsak ham bo'ladi. Menejer xohlagan emailimizni yozishimiz mumkin. menejer@gmail.com. Parol, buni ham xohlagan. Men hozircha 1122 qilib kiritib turaman. Endi bu joyga rasm joylasak ham bo'ladi, joylash ham shart emas. U odam profilga kirganda o'zi joylab olishi mumkin. Endi buni biz admin rolini admin sifatida belgilaymiz. Bu tekshirish knopkasini bosamiz va saqlashni bosganimizda bizga muvaffaqiyatli saqlandi degan yozuv chiqadi. Ya'ni menejer biz qo'shdik. Buni telefon nomeri shu, roli admin bo'ladi. Bu adminlar bo'limida turibdi. Bu super admin, biz o'zimizning profilimiz. Endi biz ishchilarni ham qo'shishimiz mumkin. Xuddi shu tartibda bo'ladi. Bu ham ishchilar bo'limiga o'tamiz. Ya'ni biz worker va ali degan ishchini qo'shganmiz. Yana bir ish qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Nargiza administrator bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. CMM menejer bo'lishi mumkin. Bular ham ishchi sifatida qo'shiladi. Telefon raqam kiritamiz. Telefon, email. Masalan, SMM menejer bo'lsa smm@gmail.com. Parol avvalgidek 1122 qilib kiritsak ham bo'ladi. Keyin rasm tanlash ixtiyoriy bo'ladi. Agar rasm tanlasak, uni ham profilni mana shu joyida rasm paydo bo'ladi. Biz Nargiza ishchi qo'ydik, SMM menejer. Hozircha shular. Keyingi videoda biz o'qituvchi qo'shishdan boshlaymiz.